o'tirsiq tekkizdi-ku. Shoka qolsa kelsanjimi? Rostili yaraysan. Hammanglar obdanroq qarab turinglar. Oy! 3 yil o'qiya o'tirg'i tegdi. Bu qanday mumkin bo'lsa? 10 yil tirishqining bilan mening 3 kun tirishqinimga yetmaydi ekansan, ha? Sen aileleri uzaklık işletti. Onun kolundaki okya emas. Onun kolundaki tek okyanı görüp bakmadık hemen. Aileleri yaşa uzaklık işletip de kaydı boyunca neticesini bir kılış gerek. Şundaq alileri. Yaşa! Qani tushundirib baqa. Oliylariga ma'lum bo'lg'ay, bu qurolni men tadqiq qilib yasab chiqdim. Odatdagi odam ishlatganda bu 300 qadam yiroqlikda yo'pirmoqni challab atalaydi. Nihoyat qaltis. Yaşa! Buningda quroldan yeningni qanchisi bor? Faqat bir sili bor. Voy voy! Afsunarlik ish bo'pti. Yelong, o'g'lingiz iste'dod egizgan emasmi? Aileleri küzlük imtihanda leşkeri işlerdeki iqtidar sınırıldı. O nerede kelganini bilgili bo'lmagan narsani qo'lini o'pdi. Şunu itiraf qilish bo'lmaydi. Vosita qo'llanganim bilan ish qilib maqsadga yetsamni bo'lmadimi? Ba'zi chaqlarda musobaqada mahoratga emas, kalla ishlatishga to'g'ri keladi. Sen Bo'ldi. Bu qatimqi musobaqada tanishib qolgan bo'linglar. Har ishkinglar birinchilikni oldinglar. keyingi sınaqda ot minishni musobaqa qilishimiz. Vaqti kelganda ot minib boqmagan odamning qanday qildiganligini men bir ko'rib boqay. Vaqti kelganda ot minib boqmagan odamning qanday qildiganligini men bir ko'rib boqay. Shoka, sening ot miniginingni ko'rib bakmagan edim. Rostili uning bilan baslashalamsan? Menga ishon. Menda xislat ot bor. Shamolda tez yuguraydi. Kunda 1000 chaqirim mangsim harmaydi. Uni yengish osonli bir ish. Rostmi yolg'on? Albatta rost. Cho'qim yolg'on. Qanotdan bayada og'zingizga kelgan joyilib atamsiz. Butun Dashada 1000 chaqirim yo'l yura oladigan otdan qanchasi bor? Yana texarmasmish. Etingizni xislatlik ot demaydigansiz. Ay, Malika, rostli deb oldingiz. Mening aytim rostli bir xislatlik ot. To'lib ot menga etingiz xislatlik ot bo'lgan taqdirdami siz mensiz cho'qim yiqilib tushsiz. Yaşav, yaxshilikcha o'tirganga tan bering. Bo'lmasa putquningizni sundirib olib yetib qolmang yana. Baribir bir qitim yangi vasangiz ot minishda o'tirganingizga tanbasingizmi yuzingiz to'kilmaydi. Turg'uningga tanba demoqchimsizlar? Yaxshi ko'ngillar tegil bo'ldi. Lekin men yashav azaldan turg'unimga tanbamayman. Haqiqatan yaxshilikni bilmaydi ekan. Shavay, mashinamni etgiling. Vah! Oldin hayatımda hediyemiga mashinamni qadimgi zamonda hediyalaydigan bo'ldi. Hey! Mashinam bo'lsa, leshi har qancha qismi meni yengolmaydi.